4 yaşım. Ben 90. yıldan keyin tug'ilgan. 2 singlim bor. Apam, dadam, cho'ng apam bir oylik ishlari, bir oyda yashaymiz. Biz pek baxtli. Apam dadamning hurmatini shunchalik qildi, dadam apamninkini. Cho'ng apam biz navlarga intayin bek amroq. Bizning pulimiz bek jiq bo'lmasimi, xushal-xuram, ijil inoq bir oylik ishlari. Ben 12 yoshga kirgan vaqtimda bir kuni kechqurun ishimizni birisi chekdi. Apam berib ishini ochdi. Shapkiliklargan. Dadamni ma'lum bir ishga chetishlayaq deb ep ketishdi. Shunday qilib biz dadamizdan ayrilib qoldik. Biz kichik bo'lg'achqimi bilinmayli qoldik. Lekin apam bilan cho'ng apam kun bo'yi yig'laydi. Kun bo'yi ansiraydi, xabarini ololmay. Dastlabki bir yarim oyda dadamning xabari faqat bo'lmadi. Bu jarayonda apamning qo'limi hech ish qilmadi. To'xtamay dadamning xabarini olish uchun u yoq bu yoqqa chepib uydagi iqtisodlarni xashlab bo'lgan. Bir yarim oydan keyin apam bizni beqish uchun iqtisodning uzilganligini, cho'ng apamga aytib, u yerda ishlash uchun ish izladi. Apamga tuzuk ish chiqmadi. Chunki bundan burun apam hech narsa ishlab baxmagan. Yezimizdagi kesak zavodiga kirdi. Kesak ishlab chiqargan zavodga kirdi. Bu bilma ig'ir ishlar, asosiyatdan erlar ishlaydigan ishlar. Apam shunday bir yerga ishga kirdi. Apam bir yarim oy atdigan qaqsada chiqsa, kechqurun kirdi. Apam shunday qilib bu yerda 2 oyda ishlagan bo'ldi. Apam uruqlab bir teri bir sutxan bo'lib ketdi. Hatto yuzlari qardab, chochlari oqargandek, qirg'andek bo'lib qoldi. To'g'ri bir uyni dodi baqmasa, er kishi baqmasa, ayol kishi beklab taskelgan. Biz 3 balni beqish uchun apam to'xtamay tirishadi, to'xtamay g'am qiladi. Qana qilsam bolalarim yaxshi boqaman deb hatto bir kuni cho'ng apam yig'lab turib, 3 qiz bolaning dadasi bo'lsa, men qanday beqib qata qo'shaman. Qizlarga tarbiya qilgan, turk bo'lgan dadasi bo'lsa, qanday qilaman? Bu yillar qachonmi to'sha, bu oylar qachonmi to'sha deb yig'lig'ini olgandim. Cho'ng apam bilan ikkisining to'xtamay dadamning gapini qilib, yig'lashayotganini anglab qolatdim. Men maktabdan kelib ancha-muncha apamga qarshi beratdim. Lekin mening kuchim qanchalik deysiz, 2 singlim taq kichik tursa. Kunning issiqi ham oziq yetishmaslik sababidan zavod to'ylisida o'shidan ketibdi. Apamniki xizmatdoshlari doktorxonaga olib ig'ir darajada oziq yetishmaslik ham qon ozliq, issiq o'tib ketgan, quvvatsizlanganda apam issiqda ig'ir ish qilish sababli zavod to'ylisida o'shidan ketibdi. Apam bir necha kun quvvat to'liqlash o'qullarini soldirib, doktorxonaga yotgan bo'ldi. Doktorxonadan chiqqandan keyin cho'ng apamning bir necha kun uyda damilang balam deganini anglamay, ish zavodga bordi. Lekin zavod boshlig'i apamni ishlatmaydiganligini, hatto 18 kun ishlagan maoshini biz doktorxonaga to'ladik. Bundan ig'irroq ish chiqsa biz mas'uliyatga ega bo'la olmaymiz. Apamni ishdan bo'shatdi, ham 18 kunlik maoshini shu bahona bilan tutib olibdi. Bermadi. Apam shuncha ig'ir keldi, shuncha yig'lab ketdi. Apam yenib kelib uyda bir necha kun turgandan keyin yana ish izlashga boshladi. Angacha yetib kelib qolganlik uchun uning buniki uylarini tozalashib, ig'ir yenik ishlarni qilishib, shuncha ishni mag'ir dedim apamga. Boshqalarning song'izlarini sapirib, degandek apamning qo'li shuncha aplikdi. İştaq yetnimi o'tkazib oldik. Yetdan keyin yana apam ish izlashga boshladi. Chunki yetqi chiqqan ishlar u vaqtliq ishlar. Apam uning buning e'tizorida kunlik ishlashga boshladi. Hatto boshqalarning tug'utlarini tatib baxtdi. Biz ballarni beqish uchun. 6 oydan keyin odamning xabari keldi. 10 yil bizdan ayrilib turdi ekan. 10 yil uyga qaytish fursati bo'lmaydi ekan. 10 yil apamning beshig'i shuncha ham tushdi. Cho'ng apam shuncha yig'lab ketdi. Balkim 10 yilgacha balam chiqishmay yo'qib qolishim mumkin. Balamni endi ko'rolmaydi ekanman deb. Shunda qilib bu kunlar yana o'tib o'tdi. Men 13 yoshga kirdim. 1 yil o'tdi. Boshqa do'stlarim endi o'zining qiz bola 11 yoshdan oshgandan keyin o'zining soyasiga o'zi qaraydi deydi ekan. 13 yoshlik men tuzak kiyimlarimning tayini yo'q. 1 yilda bir qitim yangi kiyim kiymayman. Paypoqlarim teshilib qolsa o'zini o'ziga yamab, hatto yamg'anlik qayt tikish sababli hatto paypoqlarim kichik kelib qoladi, simillarim ketdi. Ashunchalik darajada. Maktabda ma'lumlar bayramlarda andaq rangli kiyim kiyganlar, mandaq butonlar oyoq kiyganlar asla men andaqlarni kiymaydim. Ücretning oxirida turardim. Hatto ba'zi ishtallarimning tizlari yetdi. Yamaqsiz kiyishdan nomus qilardim. Shu qadar oilamiz iqtisod yo'q. Bir oilada apamning bir ishlab topgan puli biz 5 odamning qo'sqiga aral yetadi. Apam nerede ish qilsa shu yerda ishlaydi. Pokiz mehnat ig'ir yenik demaydi. Biz maktabdan kelgach cho'ng apam o'qishda tomoqlarni etib turardi. Gerçi tamaklarımız bek güçlü, mol bulmasımı, lekin bizga bek yaraydi. Çünkü çoğun apamның қолымы bek temlik. Çoğun apam ne, yani özünün kelinini, özünün balısını, özünün kızlarını çağrı göretti. Kızım, balam dep duratdi. Hatta kichik apalarım, hamilalarım, çoğun apamni ekiteyli. Bir yerde bu 3 balık tamağı yetip qiynalib ketdin, sen bu yaşqa çoğup qaldın apa degende, çoğun apam herkes boydan ayrılmayman. Balamның orunda navrilarimga qarayman. Kelinim sirt ishlab javob tatadi. Kelinim kelguncha navrilarimning tamog'ini yetib, kelinimning yo'lga qarab o'tasam hisob deb. Cho'ng apam rahmatli mushtaq bizning beshimizni haqiqatan bek sevgan. Cho'ng apamni biz bek yaxshi ko'rardik. Cho'ng apam ham bizni bek yaxshi ko'rardi. Balalarim yurak paralarim deb, ba navrilarimni bizni bek kerak chora ko'rardi.
bizga bek iş ağrıydı, bişimizni bek silaydı. Hatta balları apa yiningga sep qo'y ozuqliq ipiya degan pullarni bizga xishlab berdi. Uyimizga iqtisod qiladi. Albatta bir aciz ayol kishining topqini qanchalik bo'ldi deysiz. Apamning yetmaginiga cho'ng apam uya bu yerdan amalni qilib xashaydi. Mana itizirixning ishlarini tüydi. Apam kishi qanday qilaman deb yezidagi bir oshxonadan ish topdi. Qochuydigan ish topdi. Tamoq to'shiydigan ish topdi. Apam shunday qilib bu oshxonaga berib kelib ishlab 3 oyda ishildi. At yozg'ulashdik. Bir kuni apam ishdan kelsam shuncha yig'lab turib, cho'ng apamga holini to'kib yetibdi. Ya'ni momamga. Ishni teshib turib angladim. Oshxonadagi xo'jayini bo'ytoq odam ekan. Apamga ba'zi bir qamlashmagan ish harakat gap so'zlarni qilib ekan, apam shu yig'lagan peti shuncha qo'rqib ketibdi, uyiga yenib ketdi. Ashtaq u oshxona lobiniki oldiga maoshimni berang deb bormadi. Bir oyga to'shay degan maashi shundaq oshxonaning lobinining yonchug'ida qilib qoldi. Men shu vaqtda o'yladim, o'g'il val bo'lganmisam cho'qim apamning bu pulni ip bergan bo'ladi deb o'yladim. Biroq men qiz val tursam ben bana 14 yaşından qarısını ip qaldım. Dostum künde her xil nəslərini yeydi, pul xərcləydi, yalnız kiyimlərini kiydi. O vaxtlarda məktəb forması deyən işlər yox. Kim qandaq kirandaki kiyimlərini yaxşı görsə, şu kiyimlərini kiyib bardı. Qızlar resmi özlərini yasaydıgan, özləriga qaraydıgan, hətta birisinin tuğulan günü bu soğatlıq verdigan, hətta tamaq yeyişib keladigan işlərimi aramızda batdı. Biroq mən o qızların sepidi yox.